Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana Qashqadaryo Shahrisabzi Samarqand fason darvozasi, xudo xolasa. Splashdan ochiladi bu dakansi. Ini ham bu ham dakansi ochiladi. Xudo xolasa o'kela e'tibor bersani. Mana bu arkani ham listdan chiqarganmiz. 2 yil list bu ham. Mana bu ham listdan chiqarilgan. Birorta ulog'i yo'q, yamoq yo'q. Darvoza polni bezuloq bo'lyapti, xudo xolasa. Fantastik suvarka apparati bo'lyapti. Mana ko'rib turganingizdek, suvarkaga tushunganlar bo'lsa, bitta janglikdan suvarkaga 1 tonnaga javob. Mana bu Qo'qon darvozasi boshladik bilan eniga 3,5 metr, bo'yiga 320 bo'lgan. Qo'qon bu ham Samarqand fason darvoza. Hozir buni arkasini lazerga tashladik. Uzun ro'llama mana bu holatda ishlar o'tibman. Lazerga tashladik arkasini, sразу arka chiqishiga mana shuni ochilgan ramkalarni to'qib, bu yo'qlarni o'xshatamiz xudo xolasa. Inshaalloh kuzatib turasizlar. Abdulhay darvozalar sifatli, yaxshi darvoza ishlab chiqarishga davom etamiz. Qo'qon darvozasi, Qashqadaryo darvozasi xudo xolasa. Bundan keyin yana Qo'qonga o'tamiz. Qo'qon yana bitta obyekt olganmiz, uni ishlab chiqaramiz xudo xolasa.